Hammaga salom do'stlar, sizlarga bugun mana shu botni tanishtirib o'taman. Xo'sh, bu botda qanday qilib pul ishlashingiz mumkin? Bu botda mana shu yerdagi mana bu energiyani to'ldirsangiz, o'zi raketa ochadi. Raketa uchgandan keyin sizda mana bu yerda mining bo'ladi. Mana bu yerda hozir ko'rsatib beraman. Mana shu yerda mining ketadi. Siz keyin u miningni to'lganidan keyin yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu yerda keyingi bo'limni tanishtirib o'taman. Keyingi bo'limi market bo'limi. Bu yerda siz o'zingizga energiyani va mana bu yerda qayta tiklash, ya'ni nima desam ekan, tuzatish. Agar energiya tugab qolsa, raketangiz buzilib qolishi mumkin. Bu yerda esa uni tiklab olishingiz mumkin. Albatta video ko'rishingiz yoki tanga va mana bu bounty coin orqali ham to'lashingiz mumkin. Keyingisi force field. Bu qalqon, sizning raketangizning qalqoni. Agar buni olib qo'ysangiz, sizga raketangizga hech qanday zarar yetmaydi. Keyingisi bulari bu darajalarni ko'tarish. Qancha ko'p daraja ko'tarsangiz, shuncha o'zingizga yaxshi bo'ladi va tangalarni tezroq to'playsiz. Xo'sh, keyingi bo'limi bu referral bo'limi. Bu yerda siz o'zingizning referral havolalaringiz va ular ishlagan tangalarni ko'rib borishingiz va ulardan qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Keyingi bo'limi bu yerda siz har kunlik daromadlarni va kunlik kombolar baraban aylantirishingiz va promo kodlarni yozib qo'shimcha tangalarni to'plashingiz mumkin. Oxirgi bo'limida esa bu yerda siz kanallarga obuna bo'lib va saytlardan ro'yxatdan o'tib va shu yerdagi boshqa biron bir topshiriqlarni bajarib, yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Xo'sh, endi pul chiqarishga kelsak, asosiy menyuga o'tamiz. Bu yerdan mana bu yerda hozir mana withdrawal degan tugma bor. Ana shuni bosamiz. Bu yerdan o'zingizga xohlagan usulda pul yechib olishingiz mumkin. Pay ruble xohlasangiz yoki pay USDT. USDT tirisi 20, USDT erisi 20. Eng qulayi menimcha USDT tirisi 20 yoki pair. O'zingizga xohlagan usulda yechib olishingiz mumkin. Menga qulayi pair ruble. Xo'sh, bu yerda minimum yechib olish 5 rubl, ya'ni 555 coin ekan. Bu yerda 1 rubl mana ko'rishingiz mumkin. Kurs 111 coin. 1 rubl 111 coinga teng. Xo'sh, do'stlar, video shundan iborat edi. Bu botning silkasini siz Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi esa video kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Hammaga xayr.